Ikki dunyo orasidagi qo'rquv. Taxminan Sodiqning ishdan kelib, choy ichishiga o'tirishini kutib turdi. Eriga ovqatini uzatgach, gap boshladi. Sodiq aka, indinga dugonalari bilan gapimiz bor. Yaxshi. Dadasi indinga meni o'tirishim bo'ladi deyapman. Xo'p, shunga men nima qilishim kerak? Siz menga yangi ko'ylakka pul berishingiz kerak. Men esa uni sotib olishim kerak. Taxminan o'tgan oyda ham yangi ko'ylak olgandiki, o'shani kiysang bo'lmaydimi? Iye, nimalar deyapsiz? U yerga ham o'rtoqlarim yangi ko'ylakda borsa, men ular ko'rgan eski kiyimda boramanmi? Onasi, meni ham tushun, oyligim hali chiqmadi. Buning ustiga boshimizda bir talay qarzlar bor. Taxminan erining gaplarini cho't kesdi. Mening ishim yo'q, qayerdan bo'lsa-da pul topib, yangi ko'ylak olib berasiz. Taxminan o'rnidan turib, eriga ko'zlarini biroz qisib, zardaralash gapirdi. Kambag'alning bolasi baribir kambag'al bo'larkanda, u xonadan chiqib ketdi. Lekin Taxminaning so'nggi gaplaridan Sodiqning ko'ksida bir narsa chirt uzilganday bo'ldi. Taxmina o'g'li Shavkatning yoniga kirib, yoniga yotdi. Yarim tun Taxminaning birdan astmasi xuruj qilib, nafasi qisib, yuragi sancha boshladi. Yonida yotgan Shavkatni paypaslab topa olmas, o'g'li negadir joyida yo'q edi. U yoq bu yoqqa to'lg'anar, havo yetmaganday qiynalardi. Bir payt o'ng yoniga qattiq ag'darilgandan pastga yiqilib tushdi. Ko'zlari tinib, ahvoli og'irlashdi. Oxiri qo'llarini eshik tomonga cho'zgancha hushdan ketdi. Tongda Sodiq Taxminaning ismini aytib chaqirdi. U ko'zini ochib pastga ekanini anglatdi. O'rnidan turib yotoqxona tomon o'girildi-yu ko'z oldidagi manzaradan hang-mang bo'lib qoldi. Taxminaning jonsiz tanasi o'g'lining divanida yotar, ko'zlari ochiq edi. Sodiq titragan lablari ila uning ismini aytib qattiq siltardi. Avvaliga Taxmina hech narsani tushunmadi, fahmlamadi. Biroz vaqt o'tgach, yana xonaga shifokor kirib kelganda hammasi ayon bo'ldi. Bandalik ekan uka, bardam bo'ling. Sodiq shifokorning so'zlarini eshitib jim turib qoldi. Taxminaning yuzlari ayanchli tus oldi. Bir necha soatda uyga qarindoshlari yig'ilishdi. Taxmina ularning barchasini ko'rar, eshitar, biroq birov uning borligiga anglamasdi. Taxmina xonaga yig'ilgan mahalladosh ayollarning gaplarini tinglay boshladi. Yoshi nechida edi? Endi 27 ga kirgan ekan. Voy tavba. O'zi qanaqa ayol bo'lgan rahmatli, bilmaymiz. U unchalik mahallaga qo'shilmasdi, ammo qo'shni Xurramxonning aytishicha, eri bilan kunda bo'lar bo'lmasga janjal chiqarib urishar ekan. Eri o'zi juda yaxshi odam, mahallaga qo'shnilarga ko'p yordam tekkan, bechora Sodiqjonga qiyin bo'ladi-da. Taxmina tashqarida Sodiqning hali nima bo'lganini tushunib yetmagan o'g'liga to'n va do'ppi kiydirayotganini ko'rib, ularning oldiga bordi. Shavkatning jajji qo'llarida tutkisi lo'ppi yuzlardan o'pkisi kelar, biroq uning iloji yo'q edi. So'ngra Taxmina e'tiborini eriga qaratdi. Uning mung to'la ko'zlariga nazar tashlab o'zining yig'lagisi kelar, ammo negadir ko'zlaridan yosh chiqmas edi. U Sodiqning egnidagi ko'ylakni biroz urinib qolganini ko'rib g'alati bo'lib ketdi. Hayotligida hadeb o'zi uchun yangi kiyim olaveribdi-ku, erini sira o'ylamabdi. Sodiqjon o'g'lini kiyintirib bo'lishi hamonoq Qotmadan kelgan bo'ylari uzun bir yigit uni chaqirdi. Taxmina ulardan uzoqda bo'lsa ham nima haqida suhbatlashganini eshitib turardi. Sodiq aka, kelinoyimga qayerda ko'mamiz? Sodiq biroz o'ylangandan so'ng javob berdi. O'z ota-onasining yoniga. Bu gapdan Taxmina cho'chib tushdi. Nahotki bugun ota-onasining yoniga dafn etilsa? Ukajon, o'zingiz bu yog'iga qarashib yuborasiz, iltimos. Taxmina bu gaplardan bexabar qoldi, chunki u allaqachon o'z xonasiga kirib qolgandi. U nim qorong'u xonada atrofni ko'zdan kechirar, buyumlarga qarab chuqur o'yga qolardi. Kiyim javonida atiga bir martagina kiygan, hozirda esa egasiz bo'lgan ko'ylaklar, kitob javonida faqat chang atgagina tegadigan, boshqa payt e'tibor bermaydigan Qur'on. Stulda eriga foydalanadigan, o'zi kir yuvganda ishlaydigan joynamoz turardi. Taxmina ko'pchilik singari namozni qariganda o'qimoqchi, ro'molni ham o'shanda o'ramoqchi edi, biroq ulgurmadi. U kiyimlariga qarab, qanchalar latta-puttaga ko'ngil qo'ygani tushundi. Sodiqning esa kiyimlari odmi-sodda edi. Ba'zi ko'ylaklarga bir necha yil bo'lgan bo'lsa-da, hali biror marta kiyilmagan ham edi. Oldinda Sodiq o'g'li Shavkatni ko'tarib, o'ychan bir holatda yurib borardi. Negadir qabristonga yaqinlashganlari sayin Taxminaning qo'rquvi oshar. Buni to'xtatish chin dildan xohlardi.
Qabriston eshigidan kirib borishlari bilan taxmina turli xil ovozlar, chinqiriqlar, oh-vohlarni eshitar. Bu ko'ngliga battar g'ulg'ula solardi. Ana ota-onasining qabri taxmina yonma-yon bo'lgan qabrlarga termildi. Birdan qayerdandir onasining ovozini eshitdi. Ha, aniq eshitdi. Qizim, sen bunday holatda oldimizga kelishingni kutmagandik. Taxmina tinmay oyi der edi, ammo onasi buni eshitmaganday gapida davom etdi. Turmushga chiqishingdan oldin senga eringni aytganini bajar. Buyurgan ishlarni gap qaytarmay qil demabmidim? Sen esa bunday qilmading va oqibatida bugun rizoligisiz qolding. Agar eringning so'zlariga itoat etganingda sen eng taqvodor, eng sabrli va jannatiy ayol bo'larding. Mana bu insonlar nega qichqirayotganini bilasanmi? Ularning ko'p azob chekkanidan oq tortsa, ba'zilari senday benamozni qo'shni bo'layotganini nola qilishyapti. Seni Alloh kechirsin, lekin kechirarmikan? Onasining sirli ovozi tinishi bilan u anbar ichida paydo bo'ldi. Bu vaqtda go'rgovlar lahatni ham kovlab ochishdi. Taxmina o'zi ko'miladigan joyga nazar tashlab hayratdan dong qotdi. Uning qabridan ilonlar bosh ko'tarar, tagida esa olov yonib turardi. Erkaklar bu holatni ko'rmaganday ambarni qabrga yaqinlashtirdi. Taxmina erining bir qarashda ma'no o'qib bo'lmas yuzlariga so'nggi bor termildi va ko'zlarida endi yosh keldi. U Tangriga yolvora boshladi. Yo Robbim, men gunohkor bandangni afv et. Menga yana bir bor imkon ber. Eng yaxshi ayol, taqvodor inson bo'lishimga, erimni roziligini olishimga ruxsat ber. Meni hayotiy dunyoga qaytar. Endi kech. Taxmina o'z ukasi ichkariga qo'ydi va birinchi tuproqni tashladi. Taxmina qichqirdi, yolvordi, kechirim so'radi, ammo hech kim uni tinglamasdi. U hozir barchasini boshdan boshlashni istar, Sodiqning yonida bo'lishini, o'g'lini suyib erkalashni xohlardi. Har tuproq tashlaganda qabr ichi qizib torayib borardi. Oxirgi tuproq tashlanganda qabr shu darajada qizib ketdiki, bunga u chiday olmay qoldi va bor kuchini yig'ib baqirdi. Taxmina qo'rqib ko'zlarini ochdi. U jiqqa terga botgan, og'ir nafas olardi. Atrofni ko'zdan kechirib, yoniga o'g'li Shavkat pishillagan uxlab yotganini ko'rdi-yu, bularning bari tushda bo'lganini tushunib yetdi. Yuragi quvonchdan hapqirgancha o'g'lini quchdi. Yuzlaridan o'pib erkaladi. So'ng o'rnidan turib deraza yoniga bordi. Ko'chaga qarab bomdod vaqti bo'lib qolganini sezdi. Taxmina oshxonaga kirib ilk bor erining tahorati uchun suv hozirlashga kirishdi. Sodiq yotoqxonadan chiqib xotinning bemahalda oshxonaga kuymalanib yurganini ko'rib, bir ajablangan bo'lsa, unga mehr bilan qaraganini sezib, hayrati chandon oshdi. Tinchlikmi? Saharlab turib olibsan? O'zim sizga suv hozirlay dedim-da, mengami? Nima, men sizdan boshqa xo'jayinim bormi? Sodiq yana gapirsa urush chiqishdan bezillab indamadi. Lekin unday bo'lmas. Taxmina endi o'zgargandi. Ikkisi ham oldinma-ketin turib namoz o'qishdi. Taxmina juda uzoq duo qildi. Hatto ko'zlariga yosh oldi. Taxmina surtokdan xayol surib, o'tirgan erini ko'rib yoniga bordi. Ha dadasi, nima haqida o'y so'rayapsiz? Shunchaki ishlarni rejalayapman. Sodiq aka, ertaga gapim bor edi-ku. Kel, hozir janjal qilmagin. Yo'q, avval eshiting. Shu gapimga bormoqchi emasman. Nega? Borgim kelmayapti. Undan ko'ra bugun bozorga borib sizga yangi kiyimlar olamiz. Meni kiyimlarim bor-ku. Bo'lsa ham olamiz. Senga ko'ylak kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Sodiq javobdan lol qoldi. Axir senga yangi ko'ylaklar kiyish yoqardi shekilli. Adashdingiz, menga buyum emas. Siz bilan o'g'limiz qadrlisiz. Taxmina shunday deb eriga yaqinroq o'tirib yelkasiga boshini qo'ydi. Dadasi, kechagi gapim uchun meni kechiring. Qaysi gap? Kecha kechqurungi. Men kechirish tugul u gapingni unutib ham yubordim. Endi hech ko'nglingizga og'rituvchi gap aytmayman. Rostdan-a? Sen nega o'zgarib qolibsanmi? Taxmina indamay jilmayib qo'ya qoldi. U hali hamon erining yelkasidan boshini olmagan, ko'zlarini yumgancha turar. U shu holda o'zini tinch va baxtiyor his qilardi.